Qavatlari zo'r chiqadigan somsa tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 250 gram suv, 1 osh qoshiqda tuz kerak bo'ladi. Aralashtirib 1 dona tuxum va 20 gram yog' solib olamiz. Aralashtirib olib, keragicha un solinadi, ya'ni 600 gram atrofidagi unni solib, birdaniga solmay har doimgidek etaman. 600 gram unni solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Xamirni mushlab olamiz va salofanga solib yarim soatga tindirib qo'yamiz. Orada yana bir marta musht urib qo'ysak, shunaqangi yumshoq holatda bo'ladi. Endi miltr margarinini, bu reklama emas, somsa rasmi bor. Xuddi shunaqangi yumshatib, ya'ni parnoy qilib eritib olasizlar. Xamirimiz tinib oldi. Buni yupqadan sal qalinroq qilib yoyib olamiz va yoygan xamirimizni ustiga qo'limizda shunaqa yumshoq margarinni surtib chiqamiz. Surtganimizda juda ham oson suriladi. Qizlar hamma yog'iga bir tekisda 200 gramini surtib oldim. Shu masalliq uchun 200 gram ketdi menda. Surib olib, tortib o'rab olamiz. Chetlari bilan tortsanglar bir xil chiqadi, to'rtburchak holatda yig'ilib chiqadi. Mana endi o'rab olganimizni bir tekis qilib olishimiz kerak. Mana tekislab olsanglar, arqoninglarni har qayog'i har xil bo'lmasin. Keyin chambarlik qilib o'rab, buni strichka o'rasanglar, sotuvga qilsanglar ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa yana yarim soat, 1 soat xolodilnikda qo'yib turib, keyin bemalol ochsanglar ham bo'ladi. Biroz qotib olish kerak. Mana oralari shunaqa ko'p qavatli bo'ladi. Buni kerakli razmerda men 40 gramdan qilib oldim. Somsani 40 gram normalniy chiqadi. Nima uchun? Somsa uchun. Va shunaqa orqaga tortib jo'valab olamiz. Qaranglar, mana jo'valayotganimda ham juda ham oralari ochilib jo'valanyapti. Endi jo'vasida qilib bo'lganingizdan keyin orqa tarafini o'girasiz. Agar xohlasangiz shunaqa stakanchiklarda ham to'ksangiz bo'ladi. Kerakli nachinkanglarni qo'yib olasizlar. Qo'yib shunaqa uchlarini yopib chiqasizlar. O'rtaga uchburchak shaklda, xohlasangiz dumaloq qilishingiz mumkin. Yig'ib chiqasiz va shunaqangi holatda bo'ladi. Keyin orqa tarafidan bitta burab qo'ysanglar, yana ham chiroyli holatda pishib chiqadi. Endi buni ustiga tuxum surtmaysizlar. Shundoqligicha qog'ozga taxlab, listda 40 minut mobaynida 160-170 gradusda pishirib olasizlar. Qizlarjonlar, o'rtada bitta suv sepib qo'ysanglar ham bo'ladi, varoqlari yana ham ochiladi. Mana tayyor bo'ldi, juda ham zo'r chiqdi. Buni endi ekrandan ko'rsatish qiyin. Albatta, varoqlari to'kilib, yeganingizda ham kumur bo'ladi. Juda ham yengil somsa chiqadi. Qizlar, bir xil somsalar juda og'ir chiqadi, bilsanglar. Bu juda ham yengil chiqadi. Shuning uchun tayyorlab ko'ringlar. Va mazasini, o'zini holatini o'zingizlar qilib ko'rganingizdan keyin bilasizlar. Yana bitta somsa turini ko'rsataman. Buni sotuv uchun mo'ljallab ko'proq tayyorlasanglar bo'ladi. Grammajlarini yozib qo'yaman.